Sochingiz tinmay to'kilyaptimi va barcha bosh yuvish vositalari ta'sir qilmayaptimi? Demak, siz 3 ta quyidagi analizlarni topshirishingiz shart. Demak, birinchisi ferritin hamda gemoglobinni tekshirish. Gemoglobin 90 dan past, ferritin esa 70 dan past bo'lsa, demak, soch follikulalariga kislorod hamda oziqa moddalari yetishmayotganidan dalolat bo'ladi. Ikkinchisi bu TTG gormoni. Agar TTG gormoni 2 dan baland bo'lsa, bu qalqonsimon bezda yaxshi ishlamayotganidan dalolat bo'ladi. Bunda organizmda yod, selen hamda oltin gugurt moddalari yetishmovchiligi kuzatiladi. Uchinchisi esa oqsil. Oqsil 60 dan past bo'lsa, demak sochlarning sinuvchanligi oshadi. Uy sharoitida sochni to'kilishini bartaraf qiladigan hamda davolaydigan quyidagi moddalardan foydalanishingiz mumkin. Birinchisi, uy sharoitida qalampir monchoqni damlamasini ichish. Ikkinchisi, boshga maska qilish. Demak, smetanaga chesnokni qirg'ichdan o'tkazib, bitta tuxumni sarig'ini qo'shib, hamda zaytun moyini aralashtirib yoki uni o'rniga asal aralashtirib, boshga maska qilish. Bundan tashqari yana sariq piyozni po'stlog'ini damlamasini qaynatib turib, piyoz damlamasida yuvish va oxiri zig'ir moyi bilan massaj qilish.